Shayx Abdul Qodir Jiloniy rahmatullohi alayhi. Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 16-majlis. Shayx Abdul Qodir Jiloniy, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, 545-sana Jumadus Soniyning 13-kuni ertalab uchrashuv joyida aytdilar. Kim Allohga suyukli kishini ko'rsa, Allohni qalbi bilan ko'radigan kishini ko'radi. Parvardigorimiz ko'rinuvchi zotdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Robbingizni quyosh va oyni ko'rgandek ko'rasizlar. Uni ko'rishda bir-birlaringiz bilan talashmaysizlar. Imom Termiziy, Ibn Moja, Bayhaqi rivoyatlari. Bugun qalb ko'zi bilan ko'rsa, ertaga boshdagi ko'zlari bilan ko'radilar. Alloh taolo aytadi: Biron narsa u zotga o'xshash emasdir. U eshitguvchi va ko'rib turguvchidir. Shuro surasi 11-oyat. Allohga mahbub kimsalar undan rozi bo'ladilar, yordam so'raydilar, undan boshqani unutadilar. Shunda ularning nazdida faqirlik achchig'i dunyodagi faqirlik halovatiga aylanadi. Ularning faqirliklari behojatlikka, kasalliklari ne'matga, uzoqlari yaqinga aylanadi. Sizlarga jannat bo'lsin. Ey sabr qiluvchilar, ey rozi bo'luvchilar, ey havoyu nafsidan ajraluvchi insonlar, sizlarga omonlik bo'lsin. Ey insonlar, Allohga muvofiq bo'linglar. Uning sizga va boshqalarga nisbatan fe'llariga rozi bo'linglar. Sizlardan aqlli bo'lganlarga aql o'rgatmanglar va ta'lim bermanglar. Alloh taolo aytadi: Alloh bilur va sizlar bilmassiz. Baqara surasi 216-oyat. Iflos qadamlarga nisbatan aqllaringiz va ilmingizni to'xtatinglar. Shunda Allohning ilmiga erishasizlar. Fikr yuritinglar. Shunda Alloh sizlarga ilm ato etadi. Avvalo fikrlash, keyin ilm, so'ng ma'lumotlarga erishish, niyat maqsad qilingan narsaga yetishishdir. Avval iroda qilinadi, so'ng murodga yetiladi. Tinglanglar va amal qilinglar. Albatta men sizlarning bo'shashgan iplaringizni, ya'ni amallaringizni mahkamlayman. Sizning g'amingizdan boshqa g'am yo'q. Men osmondagi qush kabiman. Qayerga yiqilsam, o'sha joydan topilaman. Ey Allohim, menga va ularga rahmat qilgin. Shuning bilan 16-majlis nihoyasiga yetdi.